Ko'p onalar chaqaloqlarni qaysi vaqtda cho'miltirish yaxshiroq ekanligini bilmaydi. Aslida chaqaloqlarni kechki payt yotishdan 1 soat avval cho'miltirish eng yaxshi vaqt hisoblanadi. Cho'miltirish uchun bolani xona harorati normal bo'lishi kerak. Cho'miltirishdan yarim soat oldin bolani chaqaloqni qornini to'ygizish kerak va cho'miltirganingizdan so'ng bolani 3-4 marta ust-boshni almashtirish kerak. Normada cho'milgandan so'ng yosh bola terlaydi. Terlagandan so'ng ko'pchilik onalar qiladigan xatosi shunday kiyintirib o'rab yoki beshikka belab yotqizib qo'yadi. Bu holatda bola terlab, ichki kiyimlari nami qilib qoladi. Shuning hisobidan bola tez kasal bo'ladi. Cho'miltirdingizmi, bolangizni uxlagunigacha qadar 3-4 marta kiyimlarini almashtirish kerak. Ya'ni qarab turish kerak. Ichki kiyimlari nam bo'lmagan bo'lishi kerak. Qachonki 2-3 martadan keyin ichki kiyimlari nam bo'lmasa, quruq bo'lsa, shunda bolani bemalol uxlatishingiz mumkin. Bolani eng to'g'ri vaqt cho'miltirish uchun kechki vaqt hisoblanadi. Shunda bolaning uyqusi ham normal bo'ladi.